Bitta dona konteyner sotib olib, mana shu Cobalt egasi bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq shartlari hamda narxini aytib o'taman. Ko'rib turgan modelingiz Midea Alba Pro. Ushbu model boshqalardan juda ham katta farq qiladi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan. Xohlagan joydan turib Wi-Fi orqali oldindan konteyner o'chirib yoki yoqa olasiz. Uyingizga kelishdan oldin xonangizni muzdek qilib qo'ysangiz bo'ladi. Aytgancha Wi-Fi siz ham AI to'liqligicha ishlaydi. Bu modelning tejamkorligini aytmaysizmi? 80 dan 285 voltgacha zavod tomonidan garantiya berilgan va 35% gacha to'liq elektr energiyasini tejaydi. Bu oddiy gaplar emas, qog'ozdagi gap emas, zavod tomonidan berilgan garantiya. Kamiga telefoningizni o'zida qancha rasxod qilayotganini ham ko'rib turishingiz mumkin. Zia firmasining ushbu konteynerni bir marta ishlatib tashlab yuboradigan, yo bo'lmasam 2-3 yil emas, sizga yillar davomida xizmat qiladi. Usti qoplamasini o'zi yillar davomida o'zgarmaydigan materialdan ishlangan. Kamiga 99.9% bakteriyalarni ham tozalab beradi. Premium mahsulot narxi ham qimmat bo'lsa kerak deb o'ylab turgan bo'lsangiz, adashasiz. Ushbu konteynerni 4.699.000 dan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sotib olganingizdan keyin garantiya talonni Promotion Media Bot orqali ro'yxatdan o'tkazing. Qancha ko'p sotib olsangiz, Cobalt avtomashina yutish ehtimolingiz shuncha ko'p bo'ladi. Undan tashqari ushbu konteynerni xarid qilish uchun arzonchini istalgan filialiga tashrif buyurishingiz mumkin.